Biznes Renesans loyihasini navbatdagi podkast soni Janob Murshid Shakirov o'zlari Buxorodanlar. Ustoz tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, bu juda keng tushunchada. Bu vaqtlarda ancha O'zbekistonning statusi past bo'lganda, O'zbekiston siz Pakistandirdi. Bizni shunaqa katta elchilar qabul qilyapti-da har birimiz bilan. Va bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lgan. Avval O'zbekistonga bu qadar pul berilmagan. Bu birinchisi biznes diplomat olgan. bu paytda ham biz sinalar ekanimizda ko'proq bilan jamoa bilan Guruch kurmaksiz bo'lmaydi, bitta sal gap kirmaydigan tadbirkorlar har xil-ku. tadbirkor mentalitetini o'zgartirishimiz muddati keldi. Albatta, birga delegatsiya bo'lishgan, muzokaralar o'tkazishgan va juda ko'pchilik qo'pol qilib aytganda qovunchi. Assalomu alaykum aziz bizani kuzatuvchilar. Biznes Renesans loyihasini navbatdagi podkast soni biza yana mehmon, yana poytaxtda mehmon bo'lganmiz. Aynan 29-noyabr kuni ustoz Murshid Shakirov bilan biznesni masshtablashtirish va xalqaro bozorlarda kirish nomli ajoyib bizani ochiq formatdagi biznes tadbirimiz o'tadi. Prezentatsiya tadbiri va ustoz aynan safarda bo'lganliklari uchun ajoyib shogirdlari bilan bugun xudo xolasa biza podkastimizni o'tkazamiz. Ungacha barcha aziz do'stlar bizning sahifalarimizda obuna bo'lib, ajoyib bugungi insaytlar bo'lsa, qanaqadir fikr va mulohazalar bo'lsa, do'stlaringizga yubortirib qo'yinglar. Xo'p, assalomu alaykum aka, Qudrat aka. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Charchaymizmi? Ali Muhammad aka, bugun o'zlaringizni tanishtirasizlar, ozgina sinalasizlar. Ustoz haqida xudo xolasa to'xtalib o'tamiz va o'sha kungi tadbir haqida ham to'xtalib o'tamiz. Birinchi boshlashdan oldin o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalo taklif uchun katta rahmat. Men Qudrat Karimov, quruvchiman. Endi bungacha ko'p bizneslar ham qilib ko'rganmiz. Davlat strukturasida ancha yillar rahbar lavozimlarida ishlaganmiz. Bugungi kunda qurilish faoliyatimiz, davlat va xususiy sektorda faoliyat yuritamiz. Xo'p. Ali Muhammad aka, siz ham bir fasl o'ziga to'xtalasiz, keyin ko'proq ustozga to'xtalamiz. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkent yaxshi kelibsiz. Rahmat aka. Siz bugun mehmonsiz va biz sizning podkastingizda mehmonmiz. Rahmat akajon. Ismim Ali Muhammad Hasan, ya'ni otamning ismlari Hasanjon, shuning uchun taxallus bilan Ali Muhammad Hasan deb yuritiladi. Men o'zim tadbirkorman. 5 yildan beri ta'lim yo'nalishidamiz. Hozirgi kungacha 3 ta o'quv markaz ochganmiz. 2000 dan ziyod o'quvchilarni o'qitganmiz. Hozirgi kunda IT Line Group kompaniyasi bor Qo'qonda. Ya'ni IT Line akademiyasi o'quv markazi. Ya'ni Qo'qonda IT bo'yicha eng yaxshi markazlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari Yuksalish liderlar akademiyasini Qo'qon filiali bizda, ya'ni franshiza sifatida Muhammad Ali Shonqulov akamiz bilan hamkorligimiz bor. 4 yildan beri birgalikda ishlab kelamiz. Undan tashqari yana bir nechta loyihalarda management sohasida HR direktor bo'lib ham faoliyat yuritganman. O'sha faoliyatlarimiz davomida ham o'zimizning kompaniyalarda rahbar, bu yoqda yana 3 ta qo'shimcha korxonada HR direktor bo'lib 150 plus xodimlarni boshqarganmiz. Va bugungi kunda biznes diplomat loyihasida ustoz Murshid Shakirov yonlarida avvalo shogird sifatida va biznes diplomat loyihasida rahbar sifatida faoliyat yuritib kelyapmiz. Eng kuchli shogirdlarman. Shundaymi? Xo'p, zo'r. Qoyil, haqiqatan ham bir og'iz chaqirganimiz uchun kelganlaringizga katta rahmat deymiz aka. Bugun baribir ustozni ko'proq, ustozlarni ham ko'proq e'tirof qilamiz, to'g'risi. Albatta. Men ham havas qilaman shunday shogirdlar bir og'iz chaqirgan paytda kelsa juda zo'r. Xo'p, ustoz haqida qisqacha gapirib o'tishimiz kerak. Ya'ni ustoz o'zlari kim, qayerdan kelganlar? Bizga ko'proq ma'lum, lekin bizning kuzatuvchilarimiz 29-sanagacha kutadi-da bu videoni. Xudo xolasa. Albatta. Ustoz, ya'ni Janob Murshid Shakirov o'zlari Buxorodanlar. Ya'ni bizda biznes diplomatda bir ajoyib madaniyat bor. Bir-birimizni janob degan murojaat bilan chaqiramiz. Janob Karimov misol uchun, janob Mustafayev misol uchun, mana shunday har birimiz o'zimizni mana shu holatda ushlab turamiz. Ya'ni shuning uchun ustozning o'zlari ham shunday murojaat qilishadi har bir shogirdlariga. Ya'ni o'sha dunyo standartidagi holatda ushlashlik uchun. Murshid Shakirov o'zlari Buxoroda tavallud topganlar. Buni ko'p podkastlarda o'zlarini taniganlar yoki tanimaganlar bo'lishi mumkin. Ko'rish tavsiya qilaman. Kalibr podkastida, Gashtag, asoschilar, shunga o'xshagan podkastlarda chiqqanlar. Va men o'zim ham birinchi marta 23-yili asoschilar podkastida chiqqanlarni taniganman. Ustoz mediada ko'p ko'rinish bermaydi odatda. Endi sekin rozi bo'lyaptilar mediada ko'rinishga. Xudo xolasa, yaqinda tez-tez ko'radigan bo'lasizlar inshaalloh. Demak, o'sha Buxoroda tavallud topib, keyin
Toshkentda o'qishni davom ettirganlar Buxoroda o'qigandan keyin. Hatto o'sha Westminsterda birinchi qaldirg'ochlari bo'lib, birinchi prezident Islom Karimov bilan birga lentani qirqib ochilish marosimini o'tkazishgan ustozlar o'zlari. Undan keyin o'sha Oksfordda magistraturada o'qiganlar grant yutib olib va faoliyatlarini Amerikadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida bosh kotib Pan Gi Mun janoblarini izdoshi sifatida, shogirdi sifatida faoliyat yuritganlar va bu faoliyat davomida 70 dan ziyod prezidentlar bilan uchrashganlar. Ya'ni bu hammaga ham nasib qilgan narsa emas albatta. Shuning uchun ham professional diplomatiya bor ustozlar o'zlarida, shaxsiyatlarida bu singigan. Buni men o'zim tadbirkor sifatida ko'p, misol uchun o'zingizdan ko'p ustozlarning yonlarida bo'lgansiz, suhbatlarda bo'lgansiz tadbirkor ustozlar bilan. Mana ham juda ham ko'plari bilan birga bir tanishligimiz bor. Ko'p uchrashganmiz, suhbatlashganmiz. Lekin ustoz bilan birinchi marta ko'rishganimda umuman boshqa aura his qilganman. Buni akamdan ham so'raymiz xudo xolisa. Meni o'zimda shaxsan mana shunaqangi kirganimda umuman boshqa aura his qilganman va ustozni o'sha salobatlari, xotirjamliklari, bosiqlik bilan gapirib tushuntirishlari menga umuman boshqacha hissiyot bergan. Shu 70 dan ortiq prezidentlar bilan ko'rish jarayonida o'sha aynan diplomatiya, professional diplomatiya shakllangan. Undan keyin biznes yo'nalishida hozirgi kunda aktivniy ishlayotgan bizneslari Xitoyda ishlab chiqarishlari bor. Ya'ni Miranis Home degan kompaniya bor. Bu tekstilniy kompaniya bo'lib, uy uchun kerak bo'ladigan adyol, mana shunaqangi narsalar ishlab chiqariladi. Bu yo'nalishdagilar tanishadi bu kompaniyani va juda ham ko'p davlatlarga eksport bo'ladi Xitoyning o'zidan. Bundan tashqari Amerikada qurilish hamda logistika bizneslari bor, aktivniy yurayotgan va Yevropada konsalting xizmatlari bor. Ya'ni bizneslarni tizimlashtirish, ularni ichini ko'rib audit qilib, kerakli xulosalarni chiqarib beradigan jamoalari bor va ustoz unda bosh lider sifatida albatta. Ya'ni ekspertlar bor. Juda ham ko'p mamlakatlardan bo'lsa kerak. Juda ham ko'p davlatlardan yig'ilgan ekspertlar jamoasi bor. Va hozirgi kunda undan tashqari yana qishloq xo'jaligi bor, Finlandiya bilan bog'liq bizneslari bor. Ya'ni bu global sherikchiliklarni yaxshi yo'lga qo'yganlar va u katta bizneslarda strategik vazifaga o'tganlaridan keyin, ya'ni operatsiyonkadan chiqib, O'zbekistonda biznes diplomat loyihasiga asos solganlar. Loyihaning asosiy maqsadi yurtimizni, O'zbekiston tadbirkorlarini hamda Markaziy Osiyo tadbirkorlarini jahon standartlariga moslashtirib, jahon bozoriga olib chiqish. Ya'ni global maydonga global lider sifatida olib chiqish. Ya'ni bizda shior bor biznes diplomatda, tadbirkorlikdan global liderlik sari degan shior bilan biz faoliyat yuritamiz hozirgi kunda. Zo'r. Endi kishidan so'rasak bo'ladi. Qudrat aka, safarga o'zi Buxorolik insonlar boshqachada aka. Men shu uchun Buxorodan kelyapman. O'zi Buxoroda juda ko'p ustozlar chiqqan. Shu uchun ustozni ham e'tirof qilamiz, barcha ustozlarimizni e'tirof qilamiz va rahmat kattakon deymiz. Siz fikringiz ustoz haqida? Umuman ustoz tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, bu juda keng tushunchada. Nima desa bo'ladi? Ustoz bu otangdek ulug'. Otamiz bizni tarbiya qiladi, otamiz bizni ulg'aytiradi, bizni boqib katta qiladi. Albatta Allohning inoyati bilan. Lekin bizga keyinchalik to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bu ustoz. Ya'ni oila va ta'lim, oila va ustoz, ota va ustoz agar hamkorlikda teng bir farzand uchun harakat qilsa, bir komil farzand yetilishadi deb o'ylayman-da. Endi bu ustozlarni menga bir zo'r o'giti bor. Qudrat, bu hayotda 3 ta insonni topsang, eng baxtli inson bo'lasan deyishgan. Bu birinchisi umr yo'ldosh. Ya'ni umr yo'ldoshingiz agar oqila bo'lsa, umr yo'ldoshingiz agarda siz tushunadigan har qanday vaziyatda. Inson, erkak kishimiz hammamiz ishda charchab kelamiz va uyga kelganimizda uydagi muhit chiroyli bo'lsa, bu qanday yaxshi dam olasizda. Ikkinchisi bu do'st. Ya'ni hammamizga ma'lumki, u dunyoda savob beradigan yagona inson bu do'st. Va uchinchi asosiysi bu ustoz. Menga shuni ustozlar zo'r ta'limi, ya'ni umr yo'ldosh, do'st, ustoz. Shu 3tasini topsang eng baxtli insonsan deydi. Men baxtli insonman. Umr yo'ldosh, do'st tomoni, ustoz tomonidan ham.
Umuman har duoyimda birinchi ota-onam haqiga duodan keyin ustozlarimni eslayman. O'tganini ham shu maktab, bog'chadan tortib, davlat strukturasida va hokazo. Ta'lim sohasiga umuman davlat ishidan частный sektorga chiqqanimdan keyin adashmasam bir 50-60 ming dollar pulim faqat ta'limga ketdi shekilli. Hamma kauchunlarga borib chiqdim. Agar endi mubolag'a bo'lmasa va hozirgina mana Ali Muhammad ukamiz gapirib o'tdi. Birinchi kirgandagi ощущение umuman boshqacha. Biznes diplomat loyihasi har bir inson bir kumiri bo'ladi-ku. Bu loyiha meni kumirimga aylanganda, bu ustoz meni kumirimga aylangan. To'g'ri, ko'p ustozlarim. Men har biri adashmasam Umar roziyallohu anhuning gapi bor. Menga bitta harf o'rgatganga ham men jonim qo'lida degan bir mubolag'asi shunaqa bir gaplari bor. Ustozni birinchi ko'rganimdagi holat ощущение boshqacha. Ayniqsa shu kostyum shim, ularda uniformdagi bu holat birinchi dress code. Dress code birinchi anaqada bo'lgan, Hayat Regency'da bo'lgan adashmasam, birinchi uchrashuv ustoz o'sha paytda. Endi internetda kuzatganman, kuzatib borganman-da, kim ekan bu inson? Shuni kirganimda endi u yerdagi har bir narsa, har bir detalga e'tibor berilganda, u yerdagi muhit, aura bo'lmasa kichkina joyda ishlamadik, faqatgina shunaqa bir intelligensiya bilan ishladik, lekin bu yerdagi aura bosganda, keyin bilsam hammasi o'zingga o'xshagan odamlar ekan. Lekin meni juda ham bosdi. Ustozi bitta zo'r gapi menga yoqqan. Birinchi tikka turganda mana shu meni ustozim bo'ladi ekansiz. Ko'p ustozlarim, yana qaytar aytaman, ustozlarim juda ko'p. O'tganlari ham Alloh rahmat qilsin. Lekin bugungi kundagi shu meni jahon arenasiga olib chiqadigan ustozim shu deyman-da. Bu ustoz bitta zo'r gapi, inson degan. Avval o'zini baxtli qila olsa, qolganlar baxtli qila oladi. U baxtli qilish qanday? Oddiy misol kiyinish madaniyati, o'zi tutish, o'tirish madaniyati, hatto atirni sepish madaniyati, hatto vizitkalarni berish odobi. Bu juda ham ko'p. Buni gapiradigan bo'lsam, hatto oyoq kiyimingiz, shimingiz bilan paypog'ingiz bir-biriga to'g'ri kelishlar. Bu diplomatiya. Ovqatlanish, etiket. Bu juda katta ilm-da. Hatto mana hammamizga ma'lum, suv ichishda o'z yetti ilmi bor. O'tirib ichish, hammamiz bilamiz, mana alhamdulillah. Va hokazo. Endi bu biznesda juda ko'p boy insonlar ko'p. Lekin diplomatiyasi, muomala madaniyati, jahon arenasiga chiqqandagi o'zini munosabatlari. Bunda to'g'risi ancha-muncha odamlar haligi tormoz bo'lib qoladi-da. Bu ustozni oliy maqsadi unicorn. O'zbekistondagi tadbirkorlarda unicorn qilish. Unicornga ham qisqacha ta'rif berib o'tamiz. Unicorn kapitali $1 milliard. Adashmadimmi Ali Muhammad? 1 milliarddan osti o'sha unicorn bo'ladi. Va unga davlat to'lishi qo'shilmagan bo'lishi shart. Unga davlat to'lishi bo'lishi. Endi maqsadni qarang. Maqsad просто tak emasda. Shogirdlarim unicorn bo'lish. Ali Muhammad zo'r gap aytdi. Ustoz undan reklama qilishni unchalik xohlamaydi. Shuni. Shu anaqalarda ham kam chiqadi. Misol podpischikini ko'radigan bo'lsangiz ham unaqa ko'p emas. Lekin terib oladi. Endi ustoz sahna ortidagi qahramonlarda ustozni bir zo'r gapi, inshaalloh 2-3 taylari biriktirib bo'lsa ham men unicorn tayinlashim kerak deydi-da. Mana chet davlatlarga borganimizda yaqinda Avstraliya, New Zelandiyaga bordik. Ishonasizmi? O'zi bunaqa kolичестводagi odam Avstraliya, New Zelandiyaga borgan emas ekan. Shunday. Tarix ko'pchilikka hayot bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lgan ekan. Va bu yerda aytayapman, hech qanday tayyorgarliksiz keldim men, ochiq aytaman, mana kuzatuvchilarga. Ali Muhammad telefon qildi, shu bir ustoz o'zi safarda edi, shu bitta bir anaqa bor ekan dedi. Nimaligini ham bilmasdan kelyapman, hozir tayyorgarliksiz fikrimda bor narsalar gapiryapman. Buni ochiq mana aytaman. Shu yerda bildim, shu ustoz haqida dedi. Wow dedim, maqtash kerak bo'lsa uni men maqtayman dedim. Chunki samimiy albatta. Bu yerda maqtov, mubolag'a yo'q. Va shu Avstraliyaga bordik. O'zi Avstraliyani vizasini olish juda qiyin. Mana ko'pchilikga ma'lum. Chunki men Avstraliya vizasini oldim, Avstraliyaga ketyapman-sam, qanaqa qilib oldingiz? Eng qizig'i 32 ta odammidi? 32 ta odam. Avstraliyani O'zbekistonda elchixonasi yo'q. Yevropani elchixonasidan Zoom orqali yig'ilish shu anaqalar bilan uchrashib elchixona bilan hammaga viza oldi. Va u yerga borganimizda biz
Avstriya Sidneyda universitetlariga, Avstraliyaning juda Melburn shaharlariga borganimizda hammamiz galstuk shim. Hali galstuklarda ishonasizmi, hali papkalar ham biznes diplomat, anaqalari ham, ruchkalar, hamma narsa bizga shunaqa havas qilib qarashyapti, shunaqa havas qilib. U yerda eng katta yangraydigan narsa nima bilasizmi? Kim bular? Who is our? Yo'q, who are you? Who are you? Who are you? Siz kimsiz? Ular kimlar? Chunki ular shu imna o'sha Sidneydagi mashhur o'sha opera teatrini oldi yursak ham yugurib kelishyapti-da, rasm chiqolsak bo'ladimi deyapti-da. Hamma diplomat, hamma galstuklar. Qayerliklar desak o'zbekistonlik. Desak, endi ochiq aytaman, baribir ba'zilar O'zbekiston qayda Central Asia desak bo'lmayapti, Buxoriy yurtidamiz. Kim bilyapti deng. Ustoz o'zi Buxoriy yurtidan-da. Buxoriy yurtidan hammamiz chet elga chiqsak Buxoriy deymiz. Buxoriyda bu bilasizmi, bu sharaf. Ustozni o'zini tutishi, u yerdagi munosabat, eng qizig'i bizni shunaqa katta elchilar qabul qilyapti-da, har birimiz bilan. Shunaqa gaplashyapti, yana bir unicorn bir inson bilan Andrew janoblar bilan tanishdik bu yerda. Ustozni yaqin do'stlaridan ekan. Ishonasizmi, 67 ga kirgan, adashmasam, shunaqa inson haqiqiy bugungi global fuqaro ekanda. Global fuqaro, sababi u inson biz bilan har birimiz bilan bo'lmasa vaqt topgan o'zi katta narsa. Xuddi men birinchi shu Avstraliyada anaqasi kirib ketyapmiz, yo New Zelandiyalik shu Andrew janoblari shu ustozni shu daraja hurmat qilyapti, shu darajada bizga munosabat bo'lyapti-da va har birimiz bilan individual gaplashyapti. Har birimiz. Bo'lmasa u milliarder. Xuddi haligi nima qanaqaga o'xshatdim men shu binosini shunday ko'rdimda. Trump Tower bor-ku, Amerikada shunaqa katta tavri bor inson. Men quruvchi bo'lganim uchun u yerdagi har bir detallariga devorlar qilishib, plitkalar, kafellar, u yerda qanaqa hamma dizaynga e'tibor qildim. Bilmayman, premiumni ham premiumda. Lekin shu inson biz bilan ustozni hurmati va mana shu katta jamoa bo'lib kirganimiz uchun u inson biz bilan anaqa gaplashsa, boshqacha gaplashsa. Wow effekt bergan. Wow effekt berdi. Endi nima desam bo'ladi? Bu mubolag'asiz yana qaytarib aytaman, gapiryapman. Bu loyiha inshaalloh O'zbekistonda bugungidek juda ko'p tadbirkorlarni jahon arenalariga olib chiqadi. Jahon arenalariga. Xudo xolasa. Ko'pchiligimizga ma'lumki, dunyoda boshqarilgan narsa bu bilamiz pul. Demak, O'zbekistonda qancha boy ko'paysa, qancha unicornlar ko'paysa, shuncha millatga inshaalloh. Xudo xolasa. Inshaalloh. Avstraliya haqida gap ketganda men qo'shimcha qilishni lozim topdim. Aynan Avstraliyani aytganlaridek tashqarida o'zi vizasini olish qiyinda. 1 yillik multiviza olingan har bir delegatga, ya'ni bu delegatsiya o'laroq jamoaviy olingan narsa. Va bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lgan. Avval O'zbekistonga bu qadar berilmagan. Bu birinchisi biznes diplomat olgan. Bu birinchi masala. Ikkinchisi aynan bu biznes diplomat loyihasi ustozni missiyalaridan biri bo'lib, kommersiya loyiha o'laroq taqdim qilinmagan. Ya'ni kommersiya deganda, ya'ni pul qilish uchun qilinmagan loyiha. O'zlarini juda ham ko'p bizneslar bor. Aytganlaridek, e'tirof etganlaridek, missiyalari bor. O'zbekistonni va Markaziy Osiyo tadbirkorlarini global bozorga olib chiqish va O'zbekiston deganda biz hammamiz mana safarda bo'lgansiz, o'zim safarda yashaganman, Turkiyada, Saudiyada yashagan vaqtimda O'zbekistonlikman desak juda ham past nazar bilan qaralardi-da. Bu shu 2017-yil, 2019-yillar haqida gapiryapman. U vaqtlarda ancha O'zbekistonning statusi past bo'lganda, O'zbekiston siz Pakistandirdi. Ya'ni tanimasdi. Hozir ancha tanildik sportdan, boshqadan bo'lib. Lekin o'sha og'riq bor edi. Men safarda yurgan vaqtimda ertaga O'zbekistonlikman deganda faxr bo'lish kerak. Bizda va bizni zurriyotlarimizda va vatandoshlarimizda, yoshlarimizda degan hissiyot o'tganda, shu sababdan aslida ta'limga kirgan edim. Va Alloh fazli bilan 2000 dan ortiq talaba o'qitdik biz va yaxshi natijalar ko'rsatdik. Endi ustoz bilan gaplashganimda missiyalari shunaqangi tushdiki, mani it's my next level dedi. Ya'ni bu meni kelajak levelim. Nimaga? Ustozni ham missiyalari xuddi shundayki, faqat men o'ylagan narsadan ancha kattaroq, globalroq fikrlaganlar, chunki tajriba juda ham katta. Tadbirkorlarni, ya'ni O'zbekistonning statusini tadbirkorlar bilan ko'tarmoqchilar. Menda misol oddiy ishchi qatlam bilan muammo yashagan bo'lsam,
ustoz tadbirkorlar bilan muammo yashaganlarda, ya'ni Angliyada yashaganlarda, Amerikada yashaganlarda faoliyatlar davomida ko'p o'zbek tadbirkorlar bilan uchrashganlar, birga delegatsiya bo'lishgan, muzokaralar o'tkazishgan va juda ko'pchilik qo'pol qilib aytganda qovun tushirgan. Shuni hisobiga ustozda og'riq paydo bo'lgan. Bizning tadbirkorlarda madaniyatlar aro muzokara qilish farqi, umumiy xalqaro muzokaralar qanaqa bo'lishligi, aslida lokal muzokaralar qanaqa bo'ladi, ichkisi qanaqa, tashqisi qanaqa. Ya'ni madaniyatlar aro bu intellekt juda katta narsa. Ya'ni global intellekt degan so'zni men ustozdan eshitganman birinchi marta. Global fuqaro, global intellekt degan so'zlarni eshitganimda просто wow deganman. Oldin biz o'qiganmiz kitoblardan, ustozlardan eshitganlarimiz biznes ichida HR intellekt bor, marketing, biznes intellekt, juda ko'p intellektlar bor-da. Ya'ni moliyaviy, finansiy intellekt, emotsional intellekt degan narsalar bor. Lekin biznes intellekt, global intellekt degan narsalar bor. Buni hammasini ichiga 28 ta intellektni qamrab olar ekan. Bu narsalarni birlashtirib tadbirkorlarga berish maqsad va O'zbekistonda o'sha yuqori saviyali insonlar degan mesajni berish. Va Avstraliyaga qaytadigan bo'lsak, Avstraliyani vizasini o'zi adashmayotgan bo'lsam kimdir bilsa, shu sohada ishlaganlar yozsa, tasdiqlasa bo'ladi. Shu viza bilan, bilet bilan shug'ullanib yurganlar, aynan shu 1 yillik multi vizani o'zi bilmayman $10,000 dan oshib turadi. Taxminan $13,000 kishi boshiga. Bir kishiga vizani o'zi 13,000 gacha olishgan ekan. Va bu delegatsiya bo'lganligi uchun Yangi Zelandiyaga safar, uni vizasi, Avstraliyaga safar, uni vizasi, Malayziyaga safar, uni vizasi va har birini bileti, 14 kunlik mehmonxonalar, ichidagi kechki ovqat, tushlik va hokazolar, bu katta uchrashuvlar, master klasslar. Mana shuncha narsaga necha pul to'lagansizlar? 10,000 ga bormaganda, $10,000 atrofida to'langan, aslida vizani o'zi $13,000 turadigan narsa. Ya'ni bu ya'ni shunday ko'rsatib beradi-da. Nima uchun qilinadi narsa bu yerda gapingiz bo'ldi Ali Muhammad. Bu yerdagi restoranlarda tanlanishi. Premium restoran. Aka prosta super. Premium u yerda siz kirib ovqat nima albatta bu yerda musulmon taomlarga olib kiradi. Qayerda bo'lsa ham ustozlikda zo'r odati bor. Hatto oshpaz olishadi. Halol sertifikati bor joyga olib kiradi. Gostinitsalar. Yo'l xarita tuzib chiqilgan o'sha. Juda ham aka u yerdagi nima desam bo'ladi? Mana 39 ga kirgan bo'lsam, chet davlatlarda bo'lganmiz. Bunaqa tayyorgarlikdagi narsani ko'rmagan. Endi albatta bu yerda katta davlatimiz rahbarini bugungi olib borayotgan siyosatlari natijasi bu. Ustozimiz shunga hamohang tarzda yelkadosh bo'ldi. Davlat bilan birgalikda. Bu yerda ustoz o'zimman emas. Haqiqatdan bu yerda Savdo sanoat palatasi ham katta yordam beryapti. Hamkorlikda. Ustozimizni nima desam bo'ladi? Bugungi siyosatni haqiqiy mevalaridan biri bu ustozimiz. Haqiqiy bugungi kunda ajoyib haqiqatan Ali Muhammad gapirib o'tdi. Bir insoniylik taraflari. Har tomonlama ustozni bir havas qilsa arziydi. Farzandlar tarbiyasi, farzandlarning ismlari, farzandlar bilan oilada ovqatlanish, hamma narsasi bilmayman, juda ham ajoyibda. Ota-ona munosabatlari, er-xotin munosabatlari, do'st munosabatlari. Ustoz shogird oliy darajada, oliy darajada. Mana Avstraliyada holat bo'ldi. Endi baribir guruch kurmaksiz bo'lmaydi, bitta sal gap kirmaydigan tadbirkorlar ham har xil-ku. Lekin ustozning missiyasi imni gap kirmaganlar bilan ko'proq ishlaydi, shularning diplomatiyasini maksimal darajada olib chiqadi-da. Imni shunga ko'proq urg'u beradi. Ya'ni gapirish. Bu ham oson narsa emas, bitta ekranga chiqib olib yoki bir katta auditoriyada turib olib gapirish oson narsa emas-da. Aurasi, uni bar bosadi bu inson. Ustoz gapirishni bilmaydigan insonlarni ham gap haligi nima deydi, shu darajada bir olib boradiki, qo'yib qoladigan darajada. Shu holatda men bitta holatga guvoh bo'ldim. Bir sal quloqsiz anaqa bir kecha sal ustozni jahlan chiqargan birinchi marta safarga chiqqan. Birinchi marta safarga chiqqan va u yerda endi O'zbekiston deb o'ylagan va shu yerda shunaqa holat bo'ldiki, meni jahlim chiqib ketdi. Ustozni og'ir bosiqlik bilan janob falonchi. Hozir bu joyda emas, keyin buni muhokama qilamiz. Shunaqa odob bilan, og'ir bosiqlik bilan. O'sha payt anglesman qo'lini shunday qildi-da. Menda shunday ham o'rgandim ustozdan. Demak, inson juda ham og'ir bosiqlik bilan muomala qilishni
shu yerda men qoyil qoldim. Bunaqa narsa juda ko'p misol keltirsam. Juda qoyil qolish kerak. Haligi просто wow. Da, wow effekt просто. Просто Bugun o'zi shogirdlar sinaladimi desam, hurmatli kuzatuvchilar, men anchagina sinalaman. Menimcha 29-noyabr kunida ham shanba kuni bo'lyapti, yaqin qoldi. U paytda ham biz sinalar ekanimizda, ko'proq bilan jamoa bilan. Shu uchun barchalaringizni barib tavsiya beraman. Aka gruppa bo'yicha hammasini olib kelsangiz ham biz mehmon qilamiz Buxoroga. Chunki Buxoroni o'zgartirishimiz, tadbirkor mentalitetini o'zgartirishimiz muddati keldi. Biz to'g'risi uyg'onish loyihasini boshlaganimizda mana 8 oydan oshibdi. Kundan kun yangiliklar, kundan kun qo'shimcha bu narsalar kirityapmiz. Bu podkastimiz bor, ochiq formatimiz bor, zakritli klubimiz bor. Zo'r loyiha. Juda loyiha. Endi maqsadimiz shu tadbirkorlarni uyg'otish bo'lgan, ming afsuslar bo'lsin, hammamiz ko'p narsadan yiroq bo'ldik. To'g'risi kirganlaringizdan o'zi meni vahima bosdi, janob deb bir-birlaringizga aytyapsizlar. Bu madaniyatlar bizdan yiroq edi. Yiroq bo'lib qolgan. To'g'risi tan olish kerak. Bu madaniyat boshqa mamlakatlardan emas, O'zbekistondan, o'zbek millatidan chiqish kerak edi. Aynan. Aslida chiqish kerak edi. Bu hozir kimlargadir kulgili bo'lish ehtimoli bor, lekin ming afsuski kulgili holatda emas va shu uchun biz tadbirkorlarimiz uyg'onsin degan ma'noda Renessans loyihasini qildikda va ko'p haqiqatan mo'jizalarni ko'rdik yo'l akay. Xudo xolasa 29-yilda barchalaringiz baribir tavsiya etamiz akajon. Shunda hozir mana bu biznes diplomat loyihasi boshqa loyihalardan farqini so'ramoqchi edim. Nima farqli qilinadi kuzatuvchilar? Zo'r savol berdingiz. Chunki biznes diplomatda aynan farqli bo'lganligi uchun men hozir ichkaridaman. Mana o'zlari aytdilar, yaxshi shogirdlardan, Xudo xolasa yaxshi shogird bo'lishga harakat qilamiz ustoz. Ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Ishonch bildirib, mana shu loyihaga yelkadosh qilganlari uchun avvalo men o'zim rahmat aytaman va mas'uliyat bilan harakat qilishda davom etamiz inshaalloh. Biz aytganimdek ko'pchilikda o'qiganmiz biz. Ko'p seminar treninglarda qatnashganmiz. Aytganimdek chet elda yashaganmiz, self studylar bo'lgan va o'zimiz 100+ xodimni boshqarib, ta'lim yo'nalishida juda ko'pchilikni o'qitib, hatto ochiq aytaman, men o'zim Qo'qon shahridan bo'lganligim uchun deyarli Qo'qondagi hamma maktablarda o'zim speech qilganman. Ya'ni nutq so'zlaganmiz, aynan o'sha o'quvchilarni ta'limi bo'yicha. Ustozlarga alohida formatda taqdimotlar o'tganmiz, darslar o'tganmiz desak ham bo'ladi jamoamiz bilan va Qo'qon shahrida 46 ta maktab bor, 50 ga yaqin. Hamma maktabda zam direktorlarini ma'naviyat ishi bo'yicha o'zimizning markazimizga to'plab berishgan hokimiyatdan, hokimning yordamchilari va o'sha hokimiyatdan bo'lgan vakillar va barcha maktablarda katta rahbarlari kelishgan. Endi men unda 24 yoshli yigitman. Qarshimda 20 yildan ortiq tajribaga ega pedagoglar, ustozlar, rahbarlar o'tirishibdi va men chiqib gapirishim kerak. Alloh fazli bilan zo'r taqdimot o'tkazdik jamoamizning qo'llab-quvvatlovi bilan va aynan shu bizni ta'limdagi loyihamiz tarqashligiga, har bir maktabga borib biz targ'ibot qilishimizga ular yo'l ochilishdi, tushunishgani uchun. Buni nima uchun aytyapman? Bizda odatda men juda katta roldagi odamlar, ya'ni katta rollardagi odamlar bilan uchrashganimda ham, davlat strukturasida bo'lsin, tadbirkor katta ustozlar bilan bo'lsin, meni qo'pol qilib aytganda ichimdan hayajon o'tmagan. Shuv qiladi-yu, shu narsa umuman o'tmagan. Ochiq hamma bilan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hamma o'sha mediada mashhur odamlar bilan ham ko'rishganmiz, deyarli hammalari bilan. Ko'pchilikda o'qiganmiz ham, o'qishdan tashqari ham aka-uka bo'lgan munosabatlar o'rnatganmiz. Hamkorlarimiz bor, aynan ta'limda bo'lganligimiz uchun. Endi ustoz bilan ko'rishganimda aytganimdek boshqacha bo'lib qoldim. Aurasi boshqacha. Aura juda bo'lsa. Shuni. Lekin ustoz juda ajoyib olijanob. Shunaqa, lekin odob bor-da. Ya'ni ustoz o'zlarining gaplari bor, etika bu odob deyishadi. Ya'ni odobiy sizni aurangizni yaratadi. Ya'ni aynan biznes va diplomatiyani birlashtirishdan maqsad biznesmenda aura yaratish. Ya'ni bu loyiha insonga aura beradi. Hozir siz aytdingiz, ikkalanglar kirib kelganlaringda menda boshqacha bo'ldi. Mana shu aura. Biz tirnovka shunaqa insonni chekisiz. Va eng qizig'i u yerdagi
atmosfera boshqacha. Shuni. Mana shu aura. Men o'zi Endi- yarim soatlik uncha tavsiya berasizlar deb kutmovdim-da. Men o'yladim o'zi savol bilan qani ustozimiz o'zi qanday tavsiflaydi bular desam agar, yo kirib ketdilar shunchalik darajada. Bir kun gapiramiz. Shunday Undan ham ko'p. Undan ham ko'p. Xudo xolasa aka mehmon qilamiz. Bir kun oldin mehmon qilamiz-da. Inshaalloh. Albatta. Yo, albatta men aytdim. Ya'ni- Shunday. Ustozni shogirdlarini o'zi aurasi yaxshiginada. Men o'zim birinchi marta bularni davralariga men aslida yangi qo'shilganman-da, yaqinda, yozda birinchi marta tadbirga borganimda Qudratullo aka, ya'ni janob Karimov o'sha joyda edilar. Men birinchi marta uchrashganman ular bilan va aytganlaridek o'sha 20 ta shunaqa odamning ichiga tushdim va aytdi ustoz borlar. Da, ya'ni bularni ustozilar. Bular o'zi normalniy tadbirkorlarni qilayotgan. Ko'chaga normal holatda deng. Qo'pol qilayotgan normalniy tadbirkorlar, ya'ni ko'p nimalari borda, ya'ni оборотлari katta, juda ko'pchilikda. Xodimlari ko'p. Va ustoz bularga ustozlik qilyapti. Demak, aytganimdek, birinchi farqi bu aura. Loyihaning aurasi, ustozning auralari. Va yana ustoz haqlarida aytishim kerak bo'lgan narsa, bu shunchaki qanaqadir master class yoki shunchaki bir trening formatdagi loyiha emasda, shunchaki seminar o'tib qo'yilmaydi-da. Orqada butun boshli maktab bor. Ya'ni butun boshli tajriba bor. Bu tajribani ichiga eng o'sha safarga borgan talabani eng quyi hayoti bilan eng yuqoridagi prezidentlar bilan bitta stolda o'tirib taomlangan, eng past darajadagi yotoqxonalarda yotib talaba sifatida va eng premium mehmonxonalarda prezidentlarning o'rinda qolgan inson tarixi. Yo'l. Bu yo'l har biri bosqich, har biri alohida maktab, har biri alohida universitet. Buni men aytaman, ustozdan 10 dan 1 olsam juda katta narsa olgan bo'lsam kerak deyman. Shuncha tajriba bilan. Ya'ni Alloh fazli bilan biz o'zimizda ham mana bularda ham mendan tajriba yaxshi. Misol uchun qaysi taraflama yaxshi? Men ikkita davlatda yashaganman, mustaqil. 18 yoshdan chet elda yashashni boshlaganman. Qarz olib biznes boshlab, 5 xil biznes qilib, keyin ta'lim yo'nalishiga kirib, savdoda, xizmat ko'rsatishda bo'lganmiz. 150 plus xodimlar boshqarganmiz, ko'p ta'lim olganmizda yaxshigina tajriba bor. Bankrot ham bo'lganmiz, qarzga ham kirganmiz, joyga ham chiqqanmizda. Yana bilmagan narsamiz bir dunyo. Inson aytishadi-ku, bilgan sarin bilmasligimni bildim. Ya'ni bilmagan narsam o qadar ko'pligini bilib boryapman. Da. Va ustoz bilan ham har bir suhbatda juda katta o'sish hosil qilaman. O'sha shaxsiy birga bir suhbatlarda ham, ya'ni ustozni haligi tanlash degan masalalar bor, qaysi ustozni oldida bo'lish degan masalalar bor. Suhbatlarini qancha ko'p xohlasangiz, bu ustoz siznikida baribir. Ya'ni uzoqlashishni xohlamaysiz. Kerakli narsalarni olasiz. Ham aqliy tarafdan, ham emotsional tarafdan-da. Men shu narsalarni ola oldim bu loyihada va aytganimizdek, birinchi kirganimdagi aura umuman boshqa. Bu aura bitta elementi. Endi uni ichidagi har bir detal, har bir so'z, har bir yondashuv, tajribalar bilan, real case'lar bilan bo'lishish. Ya'ni bor narsa-da, o'tgan narsa. Prezidentdan nima o'rganganliklarini aytib berishlari. Bu katta narsa-da. Zo'rda bunaqa bir umr niyat qilganmiz, bir prezidentni bir hech qo'lini ushlasak, endi davlat rahbari, davlat xalifasida ortiq prezident bilan ko'rishsiz, o'zi 200 ta atrofida davlat bor-da. Deyarli 30-40% prezidentlar bilan lichni ko'rishish. Va butun dunyoda millioner, milliarderlar bilan networking bor. Yaqinda ham Olmaotada forum bo'ldi, New Vision. U joydagi forumda ishtirokchilari faqat milliarderlar. Ustozdan taklif qilinganlar, aytga. Va juda o'sha booking.com shunga o'xshagan katta tadbirkorlarni, ya'ni katta loyihalarning asoschilari bilan ko'rishishdi. Instagramga kirilsa, ko'rilsa bo'ladi. O'sha olingan narsalarda yaqinda insightlarni ham rezidentlar bilan bo'lishishni reja qildik. Xudo xolasa. Oxygen, ya'ni Business Diplomatda Oxygen degan loyihasi bor. Yaqinda birinchi formatni buni yopiq holatda faqat o'zimiznikilar tog'da bo'ladi. Ba'zan u cho'lda bo'ladi. Ba'zan u boshqa tog'larda bo'ladi. Oxygen degan loyiha, ya'ni toza havoga узкий kruг bo'lib borib, aynan olingan insightlarni bo'lishadilar ustoz. Zo'r. Chetdan Buxoroliklar kirib qolsa ham bo'laveradi unda. Endi sizlarga bo'ladi. Podxodga qarang. Ko'ramiz. Shunday sizlarga bo'lishi gabi ko'rishamiz. Endi o'sha farqlar haqida gapirayotgandik. O'sha global intellekt degan bilim,
Global fuqaro degan inson bo'lishi mumkinligini men eshitdim. What is this? Ya'ni nima degani? Ya'ni global citizen degan narsa bor. Bu global fuqaro degani bu jahon miqyosida fikrlay oladigan. Ya'ni inson birinchi men o'zimga nima foydam tegadi deydi. Keyin oilamga nima foydam tegadi deydi. Keyin mahallamga nima foydam tegadi deydi. Shahrimga nima foydam tegadi deydi. Davlatimga nima foydam tegadi. Amga nima foydam tegadi. Butun dunyoga nima foydam tegadi. Ya'ni global fuqaro degani butun dunyo haqida o'ylaydigan va butun dunyoga moslasha oladigan va butun dunyo unga ochiq bo'lgan inson. Ya'ni ustoz global fuqarolar butun dunyo ularga ochiq. Ya'ni yopiq eshik yo'q. Istalgan joyga, ya'ni pasportda vazni bor. Va maqsadlardan biri har bir shogirdim, jamoadoshim, har bir rezident global fuqaro bo'lishni xohlayman. Ya'ni bular aytdilar, bittasi unicornlar chiqarish, milliardlik korxonalar, ikkinchisi global fuqarolar yetishtirish. Bu nima degani? Pasportingiz necha yuz gram turadi? 200 gram bormi? Bo'lsa, yo'q, chiqmasa ham kerak. Balki, endi 100 gramlik pasportingiz bor. Endi unga majoziy misol bilan aytaman. Britaniyani pechati urilsa, vizasi bo'lsa, Yaponiyaniki bo'lsa, Kanadaniki bo'lsa, Avstraliya, Yangi Zelandiyaniki bo'lsa, butun ya Schengen bo'lsa, bo'ldi sizga butun dunyo ochiq. U Amerika xohlagan joyingizga chiqishingiz mumkin. Va aynan shunaqangi insonlarni ko'paytirmoqchi. Pasportimiz bilan ko'rayotganlar aytsin, yozsin, misol uchun pasport kontrolga borganida qanaqangi emotsiya bildiradi. Dubayda, shunday. Saudiyada, aka o'zi shunga to'xtalmoqchi edim. Qanaqa reaksiya bildiradi? Pasportingizni olayotganda. Pasportimizni vesa bo'lsin, shunda qo'yganimizda his qilsin o'sha pasport kontrolida o'tirgan odam. Mana maqsad. Biznes diplomatning yana bir kichik maqsadi. Bu kichik maqsad. Aslida katta maqsadlar juda ham ko'p. Shu joyda qo'shimcha qilib ketay. Avstraliyada forma bilan Avstraliyada bo'ldingiz siz ham? Yo'q, men bo'lmadim. Bo'lmadingizmi? Feruz Buxoriy bizada Buxorodan borgan tadbirkorimiz bor. Shu holigacha uni emotsiyasini gapirib tugatmaydi uni. Misol uchun insonlar qachon birinchi part umraga borsa yo hajga bo'lsa, otalarimiz, onalarimiz u emotsiyani aytib tugata olmaydi qaragan bo'lsangiz. Safar emotsiyasini bir necha mamlakatda bo'lganmiz, lekin bu tugamaydi-da, u ham bu Feruz aka ham bir necha mamlakatda bo'lgan. Tugata olmaydi, o'tirgandan tugata olmaydi. Aka bu so'z bilan ta'rif qilmaydi aslida. Ali Muhammad ukamizni bir ikkita keltirgan hozir so'zlarga qo'shimcha qilaman. Birinchisi o'sha pasport dedi-ku. Hali pasportgacha bor. Bu yerda kostyum shundan tashqari yana o'zini maxsus kiyimlari bor. Ya'ni bu o'sha uchrashuvlardan tashqari ko'chaga chiqqanimizda keyin hamma birlar bor, jihatlar bor. Bir xil biznes diplomat bo'lib yuradi. Ishonasizmi? Biz shunday kelyaptik bir payt, endi hamma bir xil formada-ku, hamma endi tadbirkorlar, boshqacha hamma baribir dunyo ko'rgan, ichida ko'plari ba'zilar ko'rmagan bo'lsa ham baribir puli bor odamlar. Kelyapmiz, hali anaqa kelmasdan katta diplomatlar yuradigan o'zi anaqa bo'ladi-ku, elchilar. Bir payt ular adashib ketishdi, bizga qo'shib yubordi, sipdan qo'shib yubordi. Sipdan qo'yib yuboryapti-da, chunki o'ylayaptiki, bular o'sha biznes diplomat yozuvi o'zi boshqacha o'ynalgan. Professional darajada o'ylangan. Hali deputatlar o'tkazadigan, prezidentlar tarafdan bizni uje yurg'izib yuboryapti. Ba'zi davlatlarda o'sha sipda o'tkazmasa ham bu yoqda o'chirta tursa, sizlar kelib bitta o'tkazamiz deb turib, bizni bezo'chirib chiqarib yuboradi. U hali pasportni berishgacha qarang, qo'ying. Hamma qarar ekanda, mana bu yerdagi ashuni boshqacha. Biz o'zbekmiz, biz o'zbekistonlikmiz, faxriy yurtdamiz. Ishoning, bu kayf qo'pollayotganda. Real bu. So'chmasi Melburn shahrida, endi Sidney, Avstraliya menga juda ham yoqdi. Havosi shu darajada toza, shu to'ymaysizda. Va imlik asuvchilar yurishlarimizda hamma qarayapti-da. Hamma bu faxr. Birga haligi endi joylarda rasmga tushamiz, haligi esdalik uchun yoki biznes diplom loyihasining o'zi uchun shu paytlarga kelib mayli sizlar bilan tushsam deydi-da. Biz mayli deymi, qayerdansizlar degan o'sha savolda bu faxr. Hozir Ali Muhammad ukamiz aytganda, hali siz pasport kontroliga borgunizcha bo'lgan narsani aytyapman-da. Bu haqiqatan mazmun. Sizdan oldin aurez kirib borish. Aura o'ziga boradi. Ikkinchisi mana global fuqaro degan narsani aytdi. Haqiqatan mana 40 yoshga kirayotgan bo'lsam, global fuqaro, global intellekt degan narsani shu yerda o'rgandim ustozdan. Global fuqaro qisqa qilib aytadi buni.
bir haftada butun dunyoni ko'ra oladigan ustoz shuni o'rgatadi. Ya'ni bugungi kunda Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi munosabat O'zbekistonga qanday ta'sir qiladi? Bugungi kunda Tramp Elon Musk bilan birlashdi. Endi dunyoda nima bo'ladiki va O'zbekistonga qanday ta'sir o'tkazadi? Hozir globallashuv degan narsa ketyapti, bunaqa tendensiya. Xohlasangiz xohlamasangiz O'zbekistonga ta'sir qilmaydi deya olmaymiz. Nima uchun Amerika bugungi kunda Amerika davlati O'rta Osiyo davlatlarga qiziqyapti? Chunki O'rta Osiyo davlatlari ular ichida eng faxr qilib ayta olamiz O'zbekiston. Sportda deysizmi, ilmda deysizmi, har bir sohada. Yana qaytarib aytaman, bu davlatimiz rahbarining bo'layotgan oqilona siyosat va shu yerda ustozning roli. Zo'r. Mana shu narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Sizni уже pasportgacha bo'lgan aurangiz kirib olishi va global fuqaro bu bitta kaftda butun dunyoni ko'ra olishingiz. Zo'r. Ajoyib. Haqiqatan ham alaykum Muhammad aka, akam anaqa global degan joyda bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Haqiqatan ham mu'minni, musulmonni shu niyatidan bilinadi-da. Misol uchun biz faqat shu viloyatimizda Buxoro hududida ustoz mana Buxoro. Nima uchun Buxorodan qaytib Buxoroga qaytmadi deb menga savollar bo'ladi. Bas ko'p ustozlarim. Juda ko'p aksariyat ustozlarimiz Buxorodan chiqqan. Shuning uchun global deb niyatdan qarang, global darajadagi strategiyani o'zgartirishga kirishganlar. O'sha niyat bilan ketyapti. O'sha maqsad bilan global darajada. Va bizni misol uchun o'tmishdagi ustozlarimiz, ota-bobolarimiz ham global darajada dunyoni o'zgartirgan. Farobiy deymizmi, Termiziy deymizmi, Imom Buxoriy deymizmi? Nechta ustozlar xuddi shunday global darajada o'yini hal qilganki dunyoni, birgina Farobiyni yoki bo'lmasam birgina Xorazmiy nimadir matematikasini Elon Musk yoki Tesla yoki bo'lmasam iPhone nimalardir ximiya fizikalarni qildirib ular mashhur bo'lib ketdi. O'rtada ozgina O'zbek yoki O'rta Osiyo millati tushib qoldi. Nimalardir sabab bilan. Ming afsuslar bo'lsin, bu bilmayman qanaqadir ta'sirlar bo'ldi, balkim SSR ta'siri bo'ldi, balkim bunaqa. Juda sabablar ko'p bunda. Endi biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq o'tiramiz. Shunda bizning savol baribir shu narsaki, ustozlar bilan birga ko'p yurasizlar. Yaqinda bitta O'zbekiston bilan shu Birlashgan Arab Amirligini haligi hujjatli filmini ko'rdim. Ya'ni o'sha davrda arab cho'l holatda bo'ldi yoki O'zbekiston bo'lgan o'sha paytda ham interkontinentallar bo'lgan, qurilish sohasida katta binolar bo'lgan, boshqa narsalar bo'lgan, lekin arab cho'l bo'lgan anchalik. Ular hech narsa bo'lmagan. Dubay ham xuddi shunday. Endi bu uzoqdan kelyapman, men pasport deganlaringizda yuragimdagi dard bu. Bizni pasportimizni Abu Dabida ushladi, 20 ta tadbirkorni olib ketganmiz, bizda do'stimiz bilan trust dedimi? Nimadir dedi. Nima uchun dedik, shunday 16 tasini 15 tasini qaytarib yubordi. Sizlarda ishonch kam dedi. Hozir aytyapsizlar, shunday yuzim vaj qilibdi. Yuzlarim anaga qilib ketyapti. Sanda ishonch kam dedi. Bizni ota-bobolarimiz shu edimi? Misol uchun, mana Jidda bilan qo'nganlar bilsa kerak, Jiddada ham xuddi shunday qiladi. Saudiyada, Birlashgan Arab Amirligida xuddi shunday. Makka, Madinada kamroq, Jiddada xuddi shunday qiynatadi hojilarimizni. Misol uchun. Yoki Abu Dabida shu holat qilgani 14 ta tadbirkor yo'q joydan orqaga qaytdi. Nima sabab, asosi yo'q, sababi yo'q. Bu bizning og'rig'imiz edi. Endi shuni anaqa qilamanda, taqqoslayman, nima O'zbekistonda kamchilik ketdiki, alhamdulillah, men hozir prezidentimiz siyosatlari juda zo'r, a'lo darajada mana Nestvanlar, boshqa towerlar, osmono'par binolar, sizlarning sharofatlar bilan bu ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishimiz ham oson emas. Bu oson bo'lmagan, hozir o'tirganimizda olib ketardi bir 10 yil oldin bo'lsak. Misol uchun, ya'ni nima kamchiliklar bo'ldi, nimadan yiroq bo'ldikki, biz ba'zi mamlakatlardan orqa qoldik. Aka, bir fikringiz. Ustoz bo'lsa ko'p fikrlarni olardim men. Olaman ham xudo xolasa. Savol uchun rahmat, lekin bu savol og'riqli juda ham. Global darajada. Juda ham og'riqlik. Ayniqsa shu narsani ko'zi bilan ko'rib, his qilib yashab ko'rgan inson sifatida qiyin. Men ochiq aytaman, men 18 yoshimda birinchi safarga chiqqanman-da. Turkiyaga borib yashashni boshlaganimda, ham o'qib ham ishlab turizm sohasida ham ishlaganmiz, til bilganligimiz uchun. Bizda muammo bo'lmagan va alhamdulillah yaxshi bir tarbiyalarni berib jo'natishganmiz. Har qanday eshikni bemalol odob bilan ochib kira olganmiz. Va hozirgacha o'sha yerda ishlagan rahbarlarimiz bilan, hattoki og'alar bilan yaxshimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yozib turishadi bizga-da. Lekin o'sha vaqtda men ochig'i yig'lamaganman xolos. Bir haftada men O'zbekistonga qaytib ketaman deb qolganman. Sizga bo'lgan munosabat
o'zbeklarga bo'lgan O'zbeklarga bo'lgan bir munosabat. haftani ichida og'ir botgan o'ta ham. Men o'zim yaxshi muhitda katta bo'lganman. Qo'qonda madaniyat yaxshi, hamma bir-birini sizlab gapiradi. Kichkinani ham sizlab gapiramiz biz. Orqasidan ham sizlaymizda. Ya'ni falonchi bunaqa degandilar deb gapiramizda hatto. Shunday. Va o'zimni o'sha paytda ham kichkina biznescham bo'lgan, do'konimiz bo'lardi. Aksessuar sotardim. O'zim bozordan olib kelib, o'zim sotardim. Tijorat. Bizda Qo'qonda hamma tijorat qiladi. Ya'ni men o'zimga o'zim rahbar bo'lgan odamman. Turkiyaga boryapman. Attiga munosabatni ko'rib qaytib ketaman deganman va yig'lamaganman xolos. Qizlarimiz Erkagimizda menga afsuski ba'zi joylarda qizlarimizga bo'lgan munosabat. O'zbek qizi astag'firulloh bo'ldi. Ya'ni umuman boshqa tarafga qarab fikr ketdi. O'zbek yigit bo'ldi. So'kishni ham eshitib, xo'p bo'ladi deb ishlaydigan bitta yugurtik. degan qarash. Kartinga yaralib qolgan. Shunaqa kartina bor. Ha, ya'ni men o'zbekman siz bo'ldi, siz haqingizda boshqa tasavvur yo'q, chunki faqat shunaqa insonlarni ko'rdi ular. Shuni. Yaxshilari bor. Juda ham ko'p ekan. Men 1 yildan oshiq yashadim va juda ko'pchilik bilan tanishdim. Zo'r insonlar bor o'zbek. Lekin o'zbeklikdan faxrlana olmayapti. Sababi kartina paydo bo'lgan. Dahshat. Bu narsa Rossiyada 10 karra. Hamma biladi buni. Internetda aytildi, sabaka ham deb chiqishdi. Shuna. Ya'ni bu nimani hisobiga desangiz, aynan o'zbeklarimizda birinchi navbatda ilmni yo'qolgan. Ikkinchi navbatda iymon so'yganligi. Uchinchi navbatda o'ziga va vataniga bo'lgan ishonchi pasaygan. Avvalo o'ziga nisbatan ishonchni o'ldirishgan. Ya'ni ingliz tilida self confidence deydi buni. Rus tilida awareness desak. O'zbek tilida o'ziga bo'lgan ishonch. Bu narsa yo'q. Absolutna men juda ham ko'p yoshlarda ham, ota-onalarda ham, men o'zim shaxsan ishlaganman-ku. 40 dan ortiq yigitlarni 18 dan 25 gacha bo'lgan yigitlarni o'zim grant qilib o'qitardim-da. 40 dan ortiq shogirdimiz bor. Besplatni o'zim o'qitaman. 1 yilda bir marta Ramazonda qilardik. 10 ta yigitlar olib, shularni ko'pi bilan o'zim 3 oy ishlaganman. Asosiy muammo self confidence. Ya'ni o'zida ishonch yo'q. Turib gapirishga, qo'l ko'tarishga, o'zini fikrini aytishga. Aynan biz shu narsa bo'yicha ishlaganmiz-da. O'zingning fikringni ayt, tur, gapir, maqsad qo'y. Himmatli bo'l, qat'iyatli bo'l, xato qilish, katta qo'y o'zingga. Xato normal. Normal holat bu. Albatta. Ustozning eng menga ma'qul kelgan gaplarini aytaymi? Birinchi uchrashuvda men o'zim tadbirkor sifatida va o'zimdagi bo'layotgan muammolar haqida keyingi levelga chiqmoqchiman, lekin yo'limda mana bunaqa to'siqlar bor. Shunaqangi muammoli vaziyatlarga kirib qoldim. Bizneslarimda ham mana bunaqa o'sha yaqinda $40 ming biznesimiz uxlagan edi. Tushunmasdan tikib qo'yganmiz. U minusga kirib ketib qoldi. Shuna paytda ustoz bilan ko'rishdim-da. Necha yoshsiz dedilar? Men o'zim haqimda aytib bo'lgandan keyin 27 yoshman. Hozir 27 yosh. Nechinchi yil shunda? Men 98-yil. Lekin anaqasi shuna probek bola. Yangi. Probek bola. Zo'r. Yangi. Ko'p mamlakatlarda yashamam kelganda, yashab tez kelgan. Hali bizni anjorliklar ham qo'pol hazil qiladi-da, xolasizlar qo'yasizlar, xohlamasizlar yo'q. 2 ga 4 joy, 2 ga 2 joy ko'rmagan xolos deydi. Bodiyliklar aksariyat shunday akajon. Endi it's okay for your age dedilar-da. Bu sizni yoshingiz uchun normal dedilar. Juda ham oddiy dedilar. Bilasizmi, mana bunday o'ylab yurgan muammolarim pastga tushib ketdi. Ya'ni men o'zimda shuncha tajriba bo'lib turib, hatto self confidence bo'yicha o'zimiz o'qitib turib, yana o'zimizda muammolarga nisbatan qarashda muammo bor-da. O'sha qarashda ham yana bir qator to'g'rilab oldik va yana qaytamiz muammolarga o'sha o'ziga bo'lgan ishonch sindirish. Bizda mana shu siyosat olib borildi-ku. Ana shu siyosat hozir aytdingiz qolganmi deyman. Agar 10 yil oldin biz shuna gaplashganimizda yo'q bo'lardik. Va bu hozirgi islohotlar bizni mana mikrofonda oldida gapirtira olyapti. Va biz gapira olyapmiz. Va men 24 yoshli yigit universitetni tugatmagan, ya'ni hozir universitetim hali tugamaganda, akademический. Yaxshi tugatmagansiz. Tugatmagan sifatida 24 yosh butun maktablarda
rahbarlariga chiqib gapira olishim bu qanaqa siyosat bo'lishi mumkin? Zar. Ya'ni chiqib gapira olishim bu katta narsa. Ochiqlik siyosatida bu. Maktablarga borib o'zimni fikrimni o'quvchilarga ayta olishim, tur o'rningdan gapir deya olishim. Bu qanaqangi zo'r narsa-da. Bu narsa endi sekin shakllanib boryapti. Bizda oldin qahramon qilib kimni ko'rsatilgan? O'sha eslashga majburmiz. Stalinlar davrida qahramon qilib sotqinlar ko'rsatilgan. Ya'ni o'z otasini sotgan bir yigitni yurtga qahramon qilib qo'yib, rasmlarini qo'yib, hamma shunga o'xshasin degan ma'noda uni qahramon qilib yasashdi va hamma atrofidagilarni sotishni boshladi. Mana bizni tashqaridan kirib avvalo birlashmaganligimiz uchun parokanda qilishdi. Bizni mag'lub qilishdi. Mag'lub qilishgandan keyin ichimizdan yemirishdi. Avval askarlarimizni, keyin ziyolilarimizni qatl qilishdi. Boylarni, tujjorlarni bu jinoyatchi deb qamab qo'yishdi, quloq qilishdi. Meni o'zimni opoqim, ya'ni opoqi deganimizda bobo, doda. Qo'qonda opoqi deymiz, doda u. Ya'ni dadami dadalari, onami dadalari. Bular kattaroq odamlar bo'lishganda, ularni ishlardan olib quloqlar qilib surgun, ya'ni quloq qilish degan surgun qilish degani. Bor mol mulkini olib qo'yib, tenglik siyosati qilamiz deb hamma yoqda dabdala qilishdi. Kalkulyator degan kino bor, amerikanlar ishlaganda, SSR va o'sha Amerikani farqini ochib bergan. O'shani ko'rib qo'yishni tavsiya qilaman. Kalkulyatorni ixtiro qilgan rossiyalik yigit qanaqangi bosimlar bo'lganiga va juda katta farq bor. O'sha kinoni ko'rilsa, aynan O'zbekiston bilan nima bo'lganini tushuniladi. Otamdan qolgan dalillar. Aynan. U ham zo'r. Shuni ham haqiqatan shu ikkala kinoni ham ko'rsa, haqiqatan ko'p narsa уже oydinlik kiritiladi. O'sha muammolarni sanadik, ilmsizlik, iymonning pasayishi, ya'ni bu ataylab qilindi. Ya'ni bizni ziyolilarni olishdi, ustozlarimizni yo'q qilishdi. Bizni mard insonlarni yo'q qilishdi, jadidlarni otib yuborishdi. O'sha borib o'qib kelgan talabalar yo'q qilindi. Ya'ni bizni manqurtlashtirishdi. Va endi biz qayta uyg'onyapmizki, renessans bo'lyapti. Prezidentimizning gaplari bor. Biz renessans qilishimiz shart. 4-renessans. Ya'ni buni biz qilishimiz kerak. Buni kim qiladi desa, siz qilasiz. Men qilaman. Janob qiladilar, ustoz qiladilar. Ya'ni biz hammamiz birlashamiz. Birlashmasdan chora yo'q. Akalar, kapitalizm eshigimiz tagiga 5 yil oldin kelgan. Lekin hozir aynan kapitalizmda yashayapmiz. 70 ga yaqin prezidentlar bilan uchrashgan, haqiqatan ham oddiylikdan chiqqan. U kishini avlod ortiq, ha? Ortiq, uzr ekan. Ortiq Feruz Buxoriyga shunday desam agar, u ham nerv chiqib ketdi. Uje qoyil qoldim ustozlarni yaxshi. Men deyman 20 ta mamlakat prezidenti deb eshitdim desa agar 70 dan ortiq dedi. Qaragan bo'lsangiz post qo'ydi. Shu postni tavsiya beramiz, post qo'ydi. Feruz Buxoriy bu energiya bilan aytdi-da bu. Albatta. Ya'ni bu loyalnessni tushunsangiz bo'ladi, nima uchunligini. Shunday. Siz ham bir marta uchrashib, gaplashib olsangiz, o'sha loyalness paydo bo'ladi. Insonda yaqinlik paydo bo'ladi. Bu o'zbek tadbirkorlari uchun, o'zbek millati uchun sharaf. O'sha aytganingizdek, nima kerakligini yozishsa bo'ladi. No, ustozda asosiy ключевой narsa sizdan ham nima biznes va diplomatiyani birlashtirishgan. Yana bitta ma'lumot, biznes diplomat degan so'ziga dunyoda ustoz asos solganlar. Ya'ni butun dunyoda biznes diplomat degan so'z bizga tegishli, domainlar. Va Amerikada ham bu firma ochilgan, Oksfordda ham, ya'ni Angliyada ham bor, Jenevada, Yevropada ham bor. Bu firmalar ochilgan va o'sha domen biznes diplomatniki bizda butun dunyo bo'yicha. Va O'zbekistonda shu biznes diplomat degan loyiha paydo bo'lgandan keyin, bu termin paydo bo'lgandan keyin, o'sha iqtisodiy tarafda ham, o'sha davlat strukturasida biznes diplomatiyasi, ya'ni O'zbekiston biznes diplomatiyasi degan assambleya tashkil qilib qo'yildi. Ya'ni bu biznes diplomat degan so'zni olib kirildi. Ko'p yangiliklar olib kirishadi va yana ustozdan chiqadigan ko'p narsalar unikal bo'ladi. Ya'ni hamma narsani birinchi marta bo'ladi-da. Birinchi marta eshitilgan so'z, birinchi marta bo'lgan loyiha qaytarib bo'lmaydi, unikal. Ya'ni butun dunyoda bo'lmagan ishlardan yana bittasini qildilar. Yaqinda YouTube'da yangi YouTube kanal ochdik. Ustozni rozi qildik, kanallari bo'lishi. Unchalik kanal ham yo'q, ha? Ijtimoiy tarmoqqa chiqishlariga rozi qildik va nihoyat. Endi bu yog'iga yaxshi ketadi. Va birinchi shogirdlar xizmat qilmaganmi deyman. Yo'q, ustoz xohlamaydi. Qo'y. Birinchi YouTube'dagi kanallardagi birinchi kontent u ham dunyoda bo'lmagan.
ota-onam bilan podkast Ha, oldilar. ha, ha. Ya'ni bu O'zbekistonda hech kim qilmagani Ha. siz dunyoda ham hech kim qilmaganda. Birinchi marta qilindi va bu madaniyat ko'raslar yaqinda shakllanib ketadi. Inshaalloh. Ya'ni O'zbekdan shakllansin. o'rnak. Ya'ni biz o'rnak bo'la olishimiz kerak. Ya'ni global lider bo'lishimiz kerak. Ustoz shuni targ'ib qiladilar va biz birgalashib yelkadosh bo'lib xizmat qilamiz. Zo'r, xudo xolasa. Ko'p biz ham kemalarimizda qo'shilamiz, xudo xolasa va Buxoro tadbirkorlari ham inshaalloh juda ko'p diplomatlar erishadi deb o'ylayman. Endi produktlarga, kelajakdagi masalalarga keladigan bo'lsa, o'sha kirdim, o'rgandim loyihani, ustozni missiyalarini eshitdim va o'zini missiyalarimni birlashtirdim. Strategiyalar yangi ustida ishladik. Men ustozga takliflar berdim. Ustoz ko'rishlarini aytdilar. Ya'ni visionda va shu bo'yicha ancha uzoq muddatli strategiya qilingan va xudo xolasa aynan ko'proq odamlarni o'sha jahon bozoriga olib chiqa olamiz. Niyatimiz, dardimiz shu akajon, shunday inshaalloh. O'sha 25 ta 30 tani safini endi minglab, 300 ta, 2000 ta, 3000 ta, 30 mingta, 50 mingta qilib kengaytirish maqsadimiz bor va hozirgi kunda biz biznes dialog degan loyiha qildik. Mana yaqinda Zafar Hoshimov bilan bo'ldi. Zo'r bo'ldi. U biznes dialogda formati shunaqaki, ujins liderami, ya'ni u kechki ovqat lider insonlar bilan. Liderlar bilan. U joyda faqat real tadbirkorlar, Zafar Hoshimov, misol uchun Jahongir Ortiqxo'jayev bo'lanlar, Murod Nazarov, shunga o'xshagan katta tadbirkorlar mehmon bo'lishadi. Undan tashqari bizda o'sha biznes diplomat Oxygen degan loyiha qilindi. Ya'ni o'sha 20 nafar o'zimiz rezidentni yoniga kelajakda rezident bo'lishi kutilayotgan 20 ta tadbirkorni qo'shib bir toza havoga sayohat qilamiz. Bu safar dacha formati bo'ldi. Keyingi safar yana ham retreat, yana ham bir yovvoyiroq tabiat bo'lish uchun boshqa joylar tanlanadi. Palatkalarda qolishimiz mumkin. Bu kichkinaroq davrada bo'ladi. Uni yopiq formatda o'tkazyapmiz. Hozir u ham ochiq emas, lekin sizga bir nechta joy berishimiz mumkin. Xudo xolasa. Inshaalloh. Undan tashqari bizda Business Diplomat Exchange degan dastur qilindi. Ya'ni shuncha yil davomida faqat 25 ta 30 ta tadbirkor keyingi qadamiga borish kerak. Ya'ni Avstraliyaga borgandan keyin Kanadaga ham borish kerak. Bir marta safar qilsa to'liq dasturni ola olmaydi. Endi shu bir marta safar qilib ham yaxshigina tajriba, yaxshigina narsa bilan qaytadigan qilib Exchange degan dastur qilindi. 2026-yilga 5 tadan 8 tagacha safar rejalashtirilgan. Avstraliyaga, Buyuk Britaniyaga, Kanadaga, Laplandiyaga, ya'ni Finlandiyaga bunga 25 ta qilib tadbirkorlar olib boriladi. Bizda hozir Qozog'istondan ham rezidentlar a'zo bo'lishyapti. Yanvarda 25 ta O'zbekiston delegatsiyasi, 25 ta Qozog'iston delegatsiyasi boradi. Undan tashqari bizda Business Diplomat International Guild degan loyiha bor, ya'ni gildiya. Business Diplomat gildiyasi. Gildiya degan so'zni eshitganmisiz? Yo'q, birinchi marta eshitdim terminni. Bola endi aytmoqchi edim so'zdan. Gildiya degani 19-asrda oxiri, 20-asrda boshlarida Yevropada elita qatlam tadbirkorlar birlashishadi. Ya'ni misol siz Renessans deb qo'ydingiz-ku. Ular shu birlashish nomini gildiya deb qo'yishadi. Ya'ni gildiya har bir sohani gildiyasi bo'ladi. Ya'ni quruvchilar gildiyasi, ta'limdagilar gildiyasi. Mana shunaqa qilib bitta sohani rivojlantirish uchun birlashgan tashkilotlarni birlashmasini gildiya deb nomlangan. Va bu gildiya degan so'zni ham biz olib kiryapmiz, Business Diplomat International Guild. Ya'ni bu o'zbekcha qilib, joydarroq qilib tushuntirsak, xalqaro klub bo'ladi. Ya'ni misol klub bo'ladi. Boshqa viloyat, shu davlatlararo. Aynan, rezidentlarimiz qo'shilgan bir jamiyat, hamjamiyatda. Endi unga boshqa davlatlardan ham rezidentlar qo'shiladi. Qozog'iston, Markaziy Osiyo 100%, boshqa joylardan, misol Germaniyadan, Angliyadan, Xitoydan, Yaponiyadan, mana shunaqa qilib bir katta platforma bo'ladiki, tadbirkorlarni dunyo bo'yicha birlashtirish bo'ladi. Ya'ni oldi-berdi, import eksport, filialini ochish, franshizasini sotish, bizga mahsulotni kiritish, ya'ni xorijda savdo uylarini ochish, mana shunaqangi narsalar. Ya'ni ustozda yana shunaqangi jamoalari bor, bu chet elda faoliyat yuritadi. Sizga tadbirkor sifatida dunyoni qatidandir nimadir kerak. O'sha narsani topib, nech pul, qayerda eng yaxshisi qaysi va sizga eng выгодныйsi, eng qulay qaysiligini research qilib berishadi. Xolos siz shu xizmatdan foydalanasiz. Shu xizmat aslida pulli.
falon ming dollar turadi. Tushunay. Lekin bizga a'zo bo'lgan rezidentlarga shu xizmatni ham bepul qilib qo'yishadi. Zo'r. Yani yangiliklar ko'p. Hozir ustozdan ruxsat so'ramadimda aytishga. Shuning uchun aytmayman. Aytish kerakliklarini aytaman. Xudo xolasa. Unikal narsalar ko'p. Hozir aytib qo'ysak bo'lmaydi. Juda ham unikal narsalar ko'p. O'zi ko'pini aytib bo'ldim. 2-3tasini aytdim. Yana 4-chi, 5-chi, 6-chilari bor. Yana davom bor. Davom bor. Katta narsa. Mana shu yanvarda aynan shu tadbirkorlar kutgan narsa bo'ladi. Biz bag'rimizni kengroq ochamiz. Zo'r, vashim zo'r. Qabulimizga, ya'ni ustozni oldilariga, jamoani oldiga ko'proq odamni olamizki, keyingi darajalarga tezroq chiqaylik. Nimaga qilmasligimiz kerak degan savolni qo'ydikda, 1, 2, 3 qilib qadamlar qilyapmiz. Asosiy prioritetda shu loyihalar hozir. Zo'r. Haqiqatan ham missiyalari juda keng. Baribir proyektlari butun dunyoda shu tadbirkorlarni ochish niyatlari, shu uchun xudo xolasa ustozlarni ko'p esladik, ko'p haligi qildik. Alloh taolo haqiqatan ham barakalab bersin loyihalarimizga. Davomli bo'lsin loyihalarimizga. Xudo xolasa barchalarni baribir Buxoroda kutamiz. To'g'risi, suhbatdoshimiz zo'r bo'lsa agar qanday vaqt o'tayotganini ham o'zimiz bilmaymiz-da. Bu hali ichiga kirib ketyapsizlar, shu uchun gapirsa ertalabgacha gapiramiz. Bu narsani 2 sutka, 3 sutka qilishim kerak aslida loyihani. Xudo xolasa, prosta biz ham biznesmenmiz, ozgina fikr beryapmiz, jamoa ishlayapti, lekin o'shanda ham hali fokusimiz bo'lagilyapti. Loyihaning ichiga kirgan sari bu ham xuddi bir farzandga o'xshagan narsa ekanda, qiziqib ketib yotibmiz. Shunday. Endi haqiqatan ham tadbirkorlarni o'zgartirishga sabab bo'layotgan bo'lsak-ku yaxshi. Xudo xolasa o'zgartirdi, ancha jamoa ko'paygan, klubga ko'p tadbirkorlar qo'shilgan. Bu zo'r xizmat. Shunaqa. Shunday baraka bersin. Ustozlarning duosi bilan, necha ustozlarimiz bilan o'sha kun ko'rasizlar, ularning energiyasini, ularning kutishini. Xudo xolasa ko'rishamiz. Ko'rishamiz Buxorolik tadbirkorlar. Bir kun oldin olib ketamiz bularni. Nasib bo'lsa bir kun oldin tayyorgarlik qilamiz. Har safargi an'analarimiz bor. Ba'zi an'analarimiz shuki, bundan keyingi bizning podkastimiz yoki ochiq formatimiz qaysi ustozlarni deb ustozlardan so'raymiz-da va bu ustozlar bir aytsa, bizda yanada oson bo'ladi. Endi ustoz rolida sizlar, to'g'risi, bugun ustozlar rolida siz o'shanga kimlarni chiqartirsak, ochiq formatda olib ketsak Buxoroga tavsiya berasiz. Kimni tavsiya berasiz? Sohada ko'proq Ali Muhammad. Yo, baribir yoshingiz ham mayli, muammo yo'q. Xo'p. Ustozlar ko'p, o'zi ko'pchilikni chaqiribsizlar. Men ko'rib chiqdim portfolioni. Ko'pchilik ketdi, ustozlar kelishibdi. Endi misol uchun mana bizning ustozimiz Murshid Shakirov ham mediada juda taniqli emaslar, lekin juda ko'p narsa bera oladilar. Yana tavsiya qilishim mumkin. Faqat media tarafiga urg'u bermasdan, shunday. O'sha yaxshi tajribali tadbirkorlarni olib kelishlaring mumkin va auditoriyaga ham maslahat beraman. Faqat mashhurlarnikiga qarab ketmanglar. O'sha mediaga chiqishni xohlamasdan ham yopiq formatda o'zini maslahatlarini zo'r bera oladigan insonlar bor. Ularda ham mana bizga o'xshagan shogirdlar, bizga o'xshagan akamga o'xshaganlar chiqing deb chiqarmoqchimiz, chiqaryapmiz ham. Da. Endi chiqmaganlar ko'p. Shunaqangi kuchli tadbirkorlar Buxoroning o'zida ham bo'lishi kerak. Ko'p. Endi lekin degan joyi bor. Baribir xohlaymizmi yo'qmi, hozirgi kunda auditoriya katta rol o'ynaydi. Sizning loyihangiz yaxshiroq oyoqqa turib, siz orqali mediaga chiqmagan inson taniladigan darajaga chiqquncha, shunday. Siz mediaga chiqqanlar bilan foydalanishingiz kerak. Hozir men shunday qildim oxiri, chunki bir necha yildan beri urindim, yo'q dedim. Men dedim, undan ko'ra men bog'ni yaratay, bir balo. Keyin o'zi keladi hammasi. O'zi aslida auditoriyaniki ko'proq bizning ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib o'tirayotgan ajoyib tadbirkorlarimiz bu kamerada qaraymiz. Sizlar ham fikrlaringiz barcha hamma vaqt hurmat qilamiz. Kim bo'lishini xohlaysizlar va qanaqa insightlar, ilmlar sizlar uchun muhimroq, albatta YouTube ga yozib qo'yinglar opsiya qismlarida. Biz harakat qilamiz o'sha ustozlar bilan yoki o'sha spikerlar bilan yoki kuchli tadbirkor bo'lishi mumkin. Albatta sizlarga ham ommada ham offline tarzda olib ketishga harakat qilamiz. Barcha tadbirkorlar va kuzatuvchilarga ham katta rahmat deymiz. Aziz do'stlar, birlashish vaqti keldi. Bu ustozlar besabab aytmayapti. Uyg'onishimiz vaqti keldi. Chunki zero uyg'onsakda tadbirkorlik sohasida biz o'zgarishimiz mumkin va qaytib alhamdulillah biz umid qilamiz o'sha avlodlarning tadbirkorlari qaytib O'zbekistonga keladi. Barchalaringizga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Bir kun oldin kutib sizlarni xudo xolasa olamiz Buxoroga.